21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni. Ona tilimsan she'ri. Navoiy g'azalin har bir satrida nafosat, go'zallik sharh tilga xosdir. Shunchalar qudrat bor so'zning atrida, har bir durdona yoki olmosdir. Tong otar fayzini, nay navosini, dalalar shukuhin ob-havosini, visol chog'larini, dil sadosini, odamning jamiki muddaosini, barini kuylamoq mumkin, odamda ne bo'lsa o'ylamoq mumkin. Shu qadar serma'no ona tilimsan, tarjimon eng dono ona tilimsan. Baxti degan oddiy bitta so'zingda jahonga arzirlik ulug' ma'no bor. Nega maqtamayin men ona tilim, dilrabo so'zlari o'ynatsa dilim.